Amaki, mashinangiz balonni qoraytirib bersa maylimi? Jonga tegdilaringni. Va uyingga borsang-chi. Shunaqayam-chi, ko'payib ketdilar. Mana ko'rdingmi? Bular hammasi aferist bo'ladi-da. Bular o'zini bechara ko'rsatib, har kuni yaxshi restorandan dastavka qilishar ekan-da. Rahmat amaki. Bizning farzandlarimiz issiqqina uyda maza qilib taomlar o'tirganda bu bola bo'l tushunarli. Ne bola? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Amaki, nega meni hamma tilanchi deb o'ylaydi? Onam kasal, singlim bor. Men halol pul topib ishlagan chiqqanman. Oting nima bolam? Azbek. Sen amakilaringdan xafa bo'lmang. Mana buni ol. Yur. Har xil ovqatlaringizdan olib ketishga qilib bering. Uyga borib onasi bilan maza qilib yesin. Afo berishyapsan. Otasi yo'q, yetim bola ekan. Insonlarning ko'rinishiga qarab xulosa qilmalaring.